FM'dəmiz. Bugün həmmə ustazları təbriklər tutdular. Şu təbriklər cərəyanını görəmiz. Bərçə Özbekistandakı oxutucu və murabbilərə isə biz çin ürəkdən təbriklər qalamız. Enerji bolalı. Ondan şu yazmağı sıkmak yerleri sağlığını çıkaralı. Birinci növbette şu elemi tebrikleyecekler. Şu bayramlara. Alkışlatırız. Ustazlarımızı bayramlarına tebrikleyiniz. Kullanmayı mısın? Halkların elası, köylek güzelliğinden tanrılarına. Böyle olmadı. Orada meydanlara kalmaktan tüm tebriklerimiz nasip etsin. Tebriklerimiz. Günün YouTube muvaffakiyetlerine erişiş, hammamize nasip etsin. Sobirov Azamat ustozimiz, AIS instruktorimiz. Marhamat. Ataxonov Shamjarbek ustozimiz, fizikimiz. Marhamat. Va qo'shaloq bayram ushbu mukofot hammamizga deb bilaman. To'lqin FM jamoasiniki. Chunki har bitta o'quvchimizning muvaffaqiyati uchun hamma o'quvchimiz mas'ul. Omad tilayman. Hamisha shogirdlar ardog'ida yurib, yutuqlarim izi ko'rinmasin. Yutuqlarga sazovor bo'lib yuraverasizlar. Assalomu alaykum ustozlar. Hammangizni birinchi ottadan chin qalbimdan tabriklayman. Ishlaringizda muvaffaqiyatlar, baxt, omad hamisha hamrohlaringiz bo'lsin. Tabrikimiz muborak bo'lsin. Bayramlar bilan tabriklaymiz. Uzoq umr tilaymiz. Muyassar ustozimizga, maktabimiz direktori To'xtabek Saidovga bayramlar muborak bo'lsin. Tanlanib eslagan. Men shuningdek ustozlar bilan, shuningdek kollektiv bilan ishlashib yurganimdan faxrlanaman. Hammangizni tabriklayman. Hammaga assalomu alaykum. Bizlar ham shu To'lqin FM a'zosimiz. Ustoz otangdagi ulug' degan so'zni endi shu yoshga kiritib tushunibmiz. Hammangizga rahmat. Tushunchalarni bitirlar. Alloh rozi bo'lsin. Güzellerin arasında, gözlerinin arasında, bulutların arasında, kaynımada alamadım, ayrılık olmaz. Çalsam ama şu dersinizi yoratamam dese Xonadonning obod bo'lsa, jannat nedir?